Assalomu alaykum. Bizning mehmonimiz psixolog, psixoterapevt, coach Umida Abdullayeva. Siz yaxshi bilgan, siz yaxshi ko'rgan, ko'pchilik tomoshabinlar juda ham yaxshi tanishadi. Assalomu alaykum yana bir marta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi bugun siz bilan muhokama qilmoqchi bo'lgan juda ham keng tarqalgan, ommaviy, balki sizga mutaxassis sifatida siyqasi chiqib ketgan mavzu. Bu yana xiyonat. Buni so'rashimni sababi shu mavzuda gaplashaylik deb kuni kecha bir tanishim bilan gaplashdim. 6 ta farzandi bilan ayol kishi o'sha turmush o'rtog'ini xiyonatini 3 yil davomida haligi u yerda bu yerda sal bilingan, lekin oxirgi paytda bu juda ham ko'pirib yuzaga chiqqan va u endi bu yoqga chidolmasligini anglab yetdi va nuqta qo'yaman bo'ldi, bunda yasha olmayman boshqa. Erkaklar qanday ayollarga xiyonat qiladi? Mana shu savolni menimcha o'ylamagan, bu savolga javob izlamagan odam yo'q. Birinchidan hech qanaqa garantiya, formula yo'q. Mana bunday ayol bo'lsang, senga hech qachon erkak xiyonat qilmaydigan. Eng zo'r ayollarga ham xiyonat qilishgan va qilishadi ham. Ko'pchilik o'ylaydiki, mana ayolda qanaqadir nuqson bo'lsa, aybi bo'lsa, o'ziga yaxshi qaramasa, bunday bo'lsa, bunday bo'lsa, как будто erkakka yoqmay qolarmish. Qarasho, ayol maqtolmabdi deylik, o'rgatishadi-ku, eringni maqta, ko'ngliga qara, o'zingga qara. Qarasho, bu ayol nimadir nuqsoni bor ekan. U erkakda yo'qmi nuqson? Mukammalmi? Mukammalmi? Unda ham bordir kamchilik. Kamchiliksiz insonning o'zi yo'q. Nima uchun bitta odam doim ikkinchi odam ketib qolmasligi uchun, xiyonat qilmasligi uchun doim o'zi ustida ishlash kerak, unga egilish kerak, ma'qul joylarni topish kerak, boshqa qilish kerak. U видите ли, nimadir yoqmay qolsa, ketish kerak. G'alati emasmi? Adolatsizlik emasmi? Albatta. Ayollarni men ishlayman, bilaman. Har qanday ayol yaxshi gap, shirin munosabat, e'tibor, mehrga hamma narsaga ko'nadi. Chunki ayollar kamdan kam bolalarini tashlab ketadi. Ko'pincha oilada ajraganda bolalar ona bilan qoladi. Erkak boshqasiga uylanadi. Men hozir erkakni ham qoralamayapman. Erkak boshqasiga uylanadi, yashab ketaveradi. Ko'pincha erkak ayoldan voz kechganda bolalardan ham как бы для галочки xabar olib turadi-yu, lekin bu har zamonda xabar olib turish bu otalik emas-da. Har kuni bolani yurishi, yeyishi, kiyishi, o'qishi, uxlashi, kasal bo'lishi baribir ayolga qoladi. Qaysi ayol xohlaydi mana shu mas'uliyatni olib qolishni? Xohlamaydi. Hech qaysi ayol oilasi buzilishini xohlamaydi. Va ko'pincha ayollar ana shu yukni o'zlarida tashiydi. Ya'ni ko'proq kurashishadi oilani saqlab qolish uchun. Chunki majburda, majbur. Tем более agar uni daromadi bo'lmasa, boradigan joyi bo'lmasa, nima qilsin? Yashash kerak-ku. Sizni postlaringiz izohlarida bitta izoh ko'rib qoldim. Ayol kishini hech qachon uyi bo'lmaydi degani rost ekanda. Ota uyi deyiladi, er uyi deyiladi deb bittasi yozgan ekan. Shuning uchun men har doim aytaman, qizlarni baraka topkur ota-onalar bizni yoshligimizdan faqat kelinlikka, faqat xotinlikka tayyorlamang. Mana men o'zim yoshligimni ham eslayman-da. Bitta ish qila olmasang, mana shu ketishingda ering 3 kunda ko'tingga tepadi deyishardi-da, to'g'rimi? Mana shunaqa eshitib katta bo'lganmiz. Bizni как будто konечный maqsadimiz erga tegish, qaynonangga shuna deb gap qaytarsang, mana bundoq bo'lasan. Programma borda yoshligimizdan, meni hayotdan maqsadim faqat xizmat qilish, faqat ko'nglini olish, faqat shu, boshqa sel yo'q. Конечно, bunaqada bu qizlarni o'qitmasa, kasb berilmasa, qanaqadir tayanch hayotida bo'lmasa, u kimga tayanadi? Eriga tayanadi-da. Bir kun kelib bu tayanch ham uni tashlab ketsa, keyin ayollar arosatda qoladi, nima qilishni bilmaydi, 3 ta 4 ta bolani qayoqqa boradi, bir so'm daromadi yo'q. Majbur bo'ladi har qanday xo'rlashlarga chidab yashashga. Bu ayol yashaydimi? Yo'q. Tana yashaydi. U faqat mavjud. Qalb yopiladi, o'ladi. Kim xohlaydi unga ozor bergan odamni? Aqli bilan vazifa, burchim deb chidab bergani bilan tana itaveradi. Sekin-sekin buni erkak sezadi. Sekin-sekin jinsiy munosabatlar buziladi. Oilada erkak boshliq. Demakki oila buzilishiga ham boshliq javobgar. Qaysi korxona buzilib ketsa, xodimlar javob beradi. Boshliq javob beradi. To'g'rimi? Boshliq o'tiradi, muammoni hal qiladi, xodimlarni yig'adi, muhokama qiladi, yechim topiladi. Oila ham xuddi shunaqa bitta korxona.
lekin hamma erkak ham shunday mas'uliyatni bo'yniga olmaydida. Afsuski. 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 Haligi men oila boshlig'iman, bu meni qaramog'imda ayol ishlamaydi hech qayerda, bu uyda o'tiradi, meni bolamga, onamga qaraydigan, menga qaraydigan. Bular meni hammasi xodimim deb hamma ham shunaqa qaramaydi. Endi bunga erkak aybdormi? Yo'q. Erkakni ham kimdir tarbiya qilganda. U ham qasddan men slaboy bo'lay, men oilamda parokanda bo'lsin, men xiyonat qilay, men bolalarimni xo'rlab qo'yay demaydi-ku. Ildiz yana chuqurroq ketyapti. Uni ham ota-ona tarbiya qilgan, ko'pincha qadrsizlantirgan, bolaligida fikri hisobga olinmagan, u bilan hisoblashmagan o'g'il bolalar mana shunaqa slaboy bo'lib katta bo'ladi-da. Mana shu narsa borib aylanaveradida zanjir. Bu buni hayotini buzadi, keyin bu o'zinikini buzadi, bu bunikini buzadi. Qaysidir zanjirni to'xtatish uchun meni huzurimga kimdir keladi. Biz u bilan mana shu rodovoy programmani to'g'rilaymiz. Bu ayol va erkak уже oldingi programma bo'yicha emas, o'zlari kelishib yangi dastur bo'yicha boshqacha yashashni boshlaydi. Ularni ko'rib katta bo'lgan bolalar ham boshqacha yashaydi. Bolalarimiz yaxshi yashash uchun biz buni ko'rsatishimiz kerak. Bizni eng katta yetkazadigan zararimiz bizni ko'rib turgan mana bu qora ko'zlar. Bizdan o'rganayotgan, ssenariy ko'rayotgan, yashashni o'rganayotgan bolachalarimizni hayotini buzayotgan bo'lamiz. Mana shuni o'ylash kerak. Ayolini xo'rlab tursa, ayol gap qaytarib tursa, har kuni jang bo'lib tursa, lekin kechqurun o'tirib ularga ma'ruza qilsa, foydasi yo'q. Ular ko'rganini, his qilganini eslab qoladi, eshitganini emas. Jamiyatda ayollarimiz faol bo'lishi, ayollarimiz orasida juda ham ko'p biznesmenlar bor hozir. Business womanlar deymiz, haligi tadbirkor ayollarimiz bor. O'zlari ish ochayotganlar bor, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yayotganlar. Siz kabi o'qib har 3 oyda o'zini bilimini oshirib borayotgan psixologlarimiz bor. Bu qaysidir qatlam erkaklarga yoqmayapti. Конечно, yoqmaydi. Haligi Davron Kabulov aytdi, esingizdami? Million qizlarni buzyapti deganda, demak sizni qizingiz 17-18 yil zo'r tarbiya qilgansiz, 1 soatlik million qizingizni buzib qo'yibdi degandi. Xuddi shunaqa psixolog ham 1 soatlik konsultatsiyasida. Bu tasavvur qiling, eridan ko'ngli to'lib, xursand, hamma narsani olayotgan ayoliga qanaqasiga men eringizdan ajrashing. Bu yaxshi odam emasam, ha, to'g'ri aytasiz deb ketadi. Mana shunaqa deb tushunishadimi deb o'ylayman. O'zi unaqa maslahat bermasa kerak, hech qaysi psixolog. Hech qachon psixolog sizga ajrash yo yasha demaydi. Biz hech qachon insonni qaroriga aralashmaymiz. Bizni bunga yuridik haqqimiz yo'q. Men sizni qarorlaringizga aralashmayman. Siz kelasiz muammo bilan, qayoqqa yurishni bilmaysiz, men siz bilan o'tirib muhokama qilaman. Bu yoqqa yursang nima bo'ladi? Bu yoqqa borsang nima bo'ladi? Qayoqqa yurishni insonni o'zi qaror qiladi va har bitta qaror to'g'ri. Otidan ajralmoqchi bo'lsa ham uni qarori, jondan ajralmoqchi bo'lsa ham uni qarori. Biz prosta bu qaror nimaga olib kelishini birgalashib ko'rib chiqamiz. Va ba'zan qaror qabul qilinmayotganiga yordam beramiz, chunki odamlar ko'pincha o'zini fikridan, o'zini qalbidan, o'zini asliyatidan uzoqlashib qoladi-da, boshqalarning programmasi bo'yicha yashashni boshlaydi. Shunda xuddiki tashqaridan hammasi yaxshi, xuddiki tashqaridan normalniy, no ichida quvonch, qoniqish, xursandchilik, mazza yo'qolib qoladi. Uyim bor, pulim bor, mashinam bor, erim bor, hamma yo'g'im bor, lekin Umid opa, men xursand bo'la olmayapman. Nimaga? Bu kuchli ayollarni pobochkasida nojo'ya effekti. Chunki kuchli ayollar shunaqa narsa borki, hamma mas'uliyatni yelkasiga olgan. Nimaga shunaqa bo'lib qolgan? Chunki qachonlardir majbur bo'lgan shunaqa bo'lishga. Majbur bo'lgan o'zim qilaman deyishga. Agar erkak hamma yo'g'ini qilib bersa, qaysi ayol ertalabdan kechgacha ishlaydi deydi? Qaysi ayol bolamni bog'chasini to'lay, krujog'iga olib boray, basseynga olib boray, u qaysi ayol deydi? Hamma ayolga yoqadi. Hamma ayol kuchli yelkaga bosh qo'yib, mazza qilib yashashni xohlaydi. Majbur bo'lgan. Mana shu slabo erkakning oldida kimdir sinib qoladi, dalshi botqoqqa botadi, kimdir aytadi, yo'q, o'zim qilaman, o'zim pul topaman, o'zim bolalarimni o'qitaman, o'zim orzu-havaslarni, o'zim remont qilaman, o'zim mashina olaman. Bunda sekin-sekin ayol mana shu mas'uliyat ko'pligidan o'zini unutib qo'yadi.
to'xtashni, dam olishni, o'zi ham insonligini unutib qo'yadi. Hozir O'zini yo'qotib qo'yadi, qalbi bilan kontakt yo'qolib qoladi. hozir siz aytayotgan misol ishonasizmi? Hozirgi kunda men bilayotgan atrofimdagi 95% ayollarning ayollar muammosi. katta qismida xuddi shu narsa. Ulardan bittasi o'zim. Da. Buni muammo ham demayman, bizni kun tartibimizga aylanib bo'lgan bu narsa. Stressda yashashga o'rganib qolgan. Ana uni qilib olishim kerak, mana buni Da. qilib olishim kerak, menchi deydigan ichimda bitta Manchi, man nima uyg'onmayapti hech xohlayman? narsa. Mani tanam nima deyapti? Mani tanam ertalab turganimda kuch-quvvatga to'lganmi yoki avtomatga o'xshab qolganmizda? Avtomat turishim kerak, borishim kerak, Mana qilishim turishim kerak, kerak. kiyinishim kerak, sochim ukladka qilaman, tak bolalar turinglar, ketdik bog'chaga, undan keyin unga boraman, bundan keyin yo'q vaqt mani hayotimda o'zim uchun. Sekin-sekin bilasizmi? Avval quvonch yo'qoladi, keyin energiya ketishni boshlaydi. Keyin hayotingiz yoningizdan o'tib ketyapti, siz mana bu krugovorotda yashayapsiz, hayot o'tib ketyapti. Mana shu savolni bera olgan odamlar mani oldimga keladi. Kuchli, pulli, muvaffaqiyatli ayollar. Va o'zlar bilan bizchi yashashni o'rganamiz. Demak, hozir misolda keltirganingizdek ayollar, men kabi ayollarga hali avtomatda yashayotgan. Avtomatda yashashchi bu Feruzaxon xuddiki zombi. Aha. Zombidaqa gipnoz, uxlab qolgan odamdaqa yashaymizda, tana bajaraveradi vazifalarni. Qilayotgan ishingizda bu yo'q. Sekin-sekin bosh og'riqlar, charchoqlar, surunkali charchoq, ko'zlarda cho'g' yo'qolishi, charchab ketdim deyish, asabiy bo'lib qolish, sal narsaga baqirib yuborish, mana shunaqa narsalar sekin-sekin kuchayaveradi. Va ko'pchilik noto'g'ri qiladi, psixologga faqat jinnilar boradi. Yo'q, nabarot, psixologga o'zini tushungan, o'zini sog'ligiga vaqt ajratish kerakini bilgan ayollar boradi. Demak, birinchi qadam sizga borishmi? Yo'q, siz bo'lmasangiz psixologga borishmi? Faqat menga emas, mutaxassisga borish. Da. Xo'p, o'zimizcha-chi? Agar o'zimiz psixolog, mutaxassissiz hal qilishimiz kerak bo'lsa, birinchi qadamlarimiz nima bo'lishi kerak? Masalan, sizniki, mana men hozir aytgan случай, to'xta olmaydigan ayollar. Как будто to'xtab qolsa, hamma narsa qulab tushadi. Shunaqa. To'g'rimi? Как будто Shunaqa. to'xtab qolsa, hamma narsa qulab tushadi. Hech narsa qulamaydi. Bunda nimadan boshlash kerak? Birinchi qadam, bu prosta birinchi qadam o'tirib o'ylab ko'rish. Men kimga nimani isbotlayapman? Menga mana shu yugur-yugurlar nima uchun kerak? Ko'pincha juda ko'p ayollarda kimgadir nimadir isbotlash turadi. Ko'pincha ota-onamizga. Shunda ko'rib qo'yinglar, men sizlar kutgandaqa unday emasman, bunday emasman. Ikkinchisi, kun davomida 4-5 marta to'xtab, o'tirib, prosta tanani bo'sh qo'yib, jimjitlikda o'zidan so'rash. Men hozir nima his qilyapman? Bilasizmi? Kuchli ayollar his qilmay qo'yadi. Na charchoqni, na asabni, na xafagarchiligini, na yig'lagisi kelganini hissiyot o'chib qoladi. Ular tashqi dunyoga переключен. Demak, bu xavflimi hissiyotni o'chib Конечно, qolishi? конечно. Bizni tanamiz, bizni psixikamiz biz bilan qanday gaplashadi? Hissiyotlar orqali. Mana shunaqa oddiy qadamlar ishlaymiz. Odamlar sekin-sekin o'ziga qaytishni, o'ziga eshitishni, emotsiyalarni boshqarishni, xotirjamlik hech qachon tashqi dunyodan emasligini, aslida ichki dunyo xotirjam bo'lsagina tashqi dunyo xotirjam bo'lishini tushunadi. Tashqi dunyo bizga faqat 10% ta'sir qila oladi. 10%. Haligi kuchli ayol simptomi bu sizda ham bor aslida. Конечно, men постоянно bu bilan ishlayman. No, qarang. Siz ham Kuchli ishlaysiz. ayol bo'lmaslik kerak degani emas-da. Kuchli bo'lib turib, balansda turish mumkin. Aha. Kuchli ayol bo'lib, charchab, yonib bitib, asabiy bo'lishi mumkin. При этом kuchli bo'lib turib, mazza qilib yashash mumkin. Gap kuchni olib tashlashda emas. Juda ko'pchilik mana shu yerda xato qiladi-da. Men kuchli ayolman. Demak kuchli bo'lmasligim kerak ekan. Men slab ayol bo'lib olaman. Ham kechirasiz. Feruzaxon, mana siz o'zingiz eslab ko'ring. Sizni aynan shu qismingiz yashashingizga, yutuqlarga erishishingizga, qanaqadir daromadga chiqishingizga, hayotda qiyinchiliklarni yengishingizga turib bergan-ku. Albatta. Mana shu qismingiz bo'lmaganda sinib qolardingiz. Va yo'qolsam menga kerak emassan deb voz kechasiz. Yo'q, unaqa mumkin emas. Unda sizda motivatsiya yo'qolib qoladi. Sizni kuchli qismingiz sizni mana shu yutuqlaringizga, mana shu erishgan narsalaringizga olib kelgan, shu borligi uchun yaragansiz, turib bergansiz. Undan voz kechmaymiz. Faqat unga yetishmayotgan narsani to'ldiramiz. Tarozini ozgina bu yog'iga
haligi balans o'rnatamiz. Hayotni yashayotganingizda ta'mi paydo bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda hissiyot. Manda xuddi to'g'ri aytdingiz. Men ham 3 ta bola bilan yolg'iz qolganman, yashashga majbur bo'lganman. Именно hayot uchun kurash постоянно kuchli bo'lishga majbur qilgan. Bir kun vaqti kelib, tushunib qoldimki, tak dальше men yeta olmayman. Yo yotib qolaman, yoki boshqa problemalar, yoki tanam kasallanadi. Mana bu holatda topayotgan pullarim ham menga tatimaydi. Nimaga? Menga hayotdan quvonch, lazzat, mazza bo'lmasa, nima qilaman pulni? Nima qilaman? Tushunyapsiz-a? Qiyinchilik bilan pul kelishni boshlaydi. Faqat mehnatingiz evaziga, faqat harakatingiz evaziga. Stop. Sekin aktivniy nevrozdan chiqib, o'zimga qaytib, o'zimni birinchi o'ringa qo'yishni boshlaganimda, men hayotimda birinchi o'rindaman. Mani sog'ligim, mani qiziqishlarim, mani intilishlarim, mani xohishlarim. Kim nima desa desin, mani hayotimda eng muhim inson o'zimman. Umid opa, siz ko'p narsani o'zingizdan o'tkazgansiz-da? Da, hammasini. Xiyonatni o'zingizdan o'tkazgansiz, haligi hissiyoti borligi qabul qilinmagan, vaqtida kaltaklangan ayol bo'lgan ekansiz. Men o'rganishim bo'yicha. Bugun shu holatga, shu darajadasiz. Ya'ni sizni eshitishadi, siz sabab balki oilalar saqlanib qolayotgandir, qaysidir oila, qaysidir insonni ruhiyati sog'lom holatga kelgandir. Qaysidir inson hayotda yo'lini topgandir. Ular ko'pchilik. Juda ham ko'p. Ko'z tegmasin. Lekin o'zingiz uchun voz kechganlaringiz birinchilar nima bo'lgan? Aynan to'g'ri yo'lda, to'g'ri yashash uchun ham yaxshi ko'rgan ishingda, yaxshi daromad bilan mazza qilib ishlash va yashash uchun nimalardan voz kechgansiz? Hammaga yoqishga harakat qilishdan. Zo'r. Mana qarang, shunaqa narsaki, eng foydali deb bilgan rizimga kimdir nimadir, kimgadir yoqmaydi. Biz yoqishga majbur emasmiz. Ular ham majbur emas yoqtirishga. Ular ham majbur emas yoqtirishga. Men hech qachon hech kimga yoqishga majbur emasman. Mana shu juda katta mas'uliyatni olib tashlaydi. Kim nima desa deb tushunsin. Mazami? Mazza. Kim nima desa deb o'ylasin. Xohlamasa so'rashmasin. Bu meni hayotim. Bu meni bir dona hayotim. Men uni o'zim xohlaganda yashayman. Ikkinchi narsam, men niqob kiyishdan voz kechganman, Feruzaxon. Men jamiyatga yoqish uchun o'zimdan Instagramda aqlli ayol yasamayman. Men prosta haqiqatni gapiraman. Eng zo'ri o'zingiz bilan o'zingiz chestni bo'la olish. Juda ko'pchilik Instagramda ham haligi aqlli maslahatlar beradi. O'sha to'yda hamma aqlli maslahatdan. Nima keragi bor soxta ishlamaydigan narsalarni? Lutchi odam haqiqatni o'zida tan olish kerak. Hamma bir xil yashashga majbur emas. Kimdir yolg'iz yashashni xohlaydi. Kimdir bolasi bilan yashashni xohlaydi. Kimdir kelini bilan yashash xohlaydi. Qayerda bor shablon? Yo'q. Mana shu shablonga kirib olib, mana bunday yashash kerak deganlar o'zini ham qiynaydi, atrofdagilarni ham qiynaydi, bolalarni ham qiynaydi. Bu senga qanday qulay bo'lsa, shunday yasha. Bizni DNKmizda ishoning Feruzaxon, ko'pchilik aytadiki, agar hamma narsani ruxsat bersa, ayollar buzilib ketadi. Buzilmaydi. Bizni Alloh tomonidan zavodskoy proshivkamiz bor. Mana iPhone'ni ham любой приложениесini udaliz qilasan, lekin zavodskoy qoladi. Qoladi. Bizda zavodskoy nastroykalarimiz hech qachon buzilmaydi. Xudoyim shunaqa zavodskoy nastroyka qilib qo'yganki, ulardan hech qachon chiqib ketmaysiz. Va bu nastroykalar baribir bolaligida beriladi. Mani ota-onam agar zavodskoy nastroykalarni to'g'ri bergan bo'lsa, men qanchalik erkin bo'lsam ham, mana shu zavodskoy nastroykalarimdan chiqib ketmayman. Haligi aytadi-ku, qonida yo'q narsani qilmaydi odam. Qonida, hozir sizning gapingizga yana izohda, qonida bo'lishi mumkin va u hayoti davomida orttirilgan bo'lishi mumkin. Agar sizni ongingizni, dunyo qarashingizni nimadir buzadigan bo'lsa, o'sha orttirilganlari buziladi. Qonida bor, u qonda. Men konsultatsiyalarimda mana shu asliyatga qaytaraman. Odam nabarot mana shu singdirilgan skachat qilingan prilojenelar buzadi telefonni, bilasiz-a? To'g'ri. Mana iPhone qotishni boshlaydi, megabayt yetmaydi, prilojeniya ko'payib ketsa, ko'tara olmay qolsa, nima qilamiz? Udalить qilamiz. Zavodskoy nastroykada zo'r ishlaydi. Odam ham xuddi shunaqa. Bizda asliyatimiz, Alloh bergan pokiza qalb bor. Har bitta insonda bor.
faqatgina u uni eshitmasdan mana bu boshqa odamlar приложенияларga o'tib olganda sboy boshlanadi. Mani ishim uni mana shu udalit qilib asliyatiga qaytara olish, o'zini eshita olishi, o'zini nastroykalariga qaytishi. Ana shunda maza qilib yashaydi. Avtomatga o'xshab kun o'tkazmaydi. Demak, aytganlaringiz ikkinchisi bu hammaga yoqishim shart emas, hamma ham menga yoqishi shart emas. Men hamma odamni, masalan, u shunaqa bo'lib qolganiga aybdorman? Yo'q. Bu dunyoda hech kim hech narsada aybdor emas. Kim ataylabdan o'zini xulqini buzadi? Kim ataylabdan o'zini baxtsiz qiladi? Kim ataylabdan shunaqa bo'lganda endi buni boricha qabul qilish kerak. Yaxshi, psixologlarga havas qiladigan tomonlarim ko'p meni. Ayniqsa ularni yaxshi bilganim sayin ajratishni boshladim. Hurmatga arziydigan hayotimni qaysidir yo'nalishini ishonib topshirsam, to'g'ri maslahat bera oladigan, burvormaydigan, lekin maslahatini bera oladigan psixologlarimiz bor ekan. Men juda ham xursandman bunaqa psixologlardan birlari bilan bugun shaxsan gaplashib turganimda. Va aytingchi, bugun oxirgi shu narsa ham o'zimda bor ekan, buni ham to'g'rilashim kerak, ishlashim kerak deydigan o'zingizda nima topdingiz, Umid opa? O'zimda, menda har doim o'zimda ishlab keladigan narsa perfeksionizm. Bormi sizda? Da, bu hozir ancha pasaygan. Bu qarang, bizda hech qaysi narsa polностью nolga tushib ketmaydi-da. Faqat buni balansda ushlab turish bilan. Tasavvur qiling, sizda qanaqadir programma bor, bolaligingizda kiritilgan, u aktivniy rejimda bo'lishi mumkin, passivniy rejimda bo'lishi mumkin. Agar u bilan ishlasangiz, u passivniy rejimda turaveradi, u sizga xalaqit bermaydi. No vaqti bilan qaysidir situatsiyalarda u aktivatsiya bo'ladi-da. Menda doim mana shu perfeksionizmligim, hamma narsani yozib chiqishim, hamma narsani joy-joyiga qo'yishim, qayta-qayta o'qib chiqishim, qayta-qayta yozishim, mana shu narsa bir vaqtda shunchalik qiynaydi. Ano forum bo'ldi-ku yaqinda. Men 100% bilaman nima deyishimni. No, meni perfeksionistim ichimda, yozib chiq, buni punktlarga bo'lib chiq. Men unga aytaman, tak, stop. Men прекрасно bilaman buni. Mana shu, agar shunga kirib ketsam, 24 soat ishlashimga to'g'ri keladi. Men kirmaslikka harakat qilaman. O'zi perfeksionistlar birinchi qiynaydiganlari o'zlarida. Da, конечно, eng qiynaydigan o'zim. Men juda strashniy perfeksionist edim. Menga bu bolalarim bundan ancha qiynalgan. Chashkalar joyida turish kerak, ruchkalar joyida turish kerak. Aynan shunday turish kerak. Perfeksionistlar shunaqa bo'ladi. Qo'ygan narsasi qo'ygan holatda, qonun qoidasi kitobda yozilgan qoidasi bo'yicha qilish kerak. Endi bu yoshlikdan, chunki mana bolaligimda ham meni ham har doim sen yaxshi o'qishing kerak, sen eng yaxshi bo'lishing kerak, sen 4 olib kelsam hech qachon yoqmasdi. Men faqat 5 olib kelishim kerak edi. Men faqat gрамоталар olishim kerak edi. Men faqat yuqorida bo'lishim kerak edi. Buni plus tomonlari, men har doim hayotda liderman. Lekin minus tomonlari, bu nastolka o'zingizga talabingiz kuchayib ketadi. Sizga boshqa tarbiyachi kerak emas. Mana bu tarbiyachi o'zi yetib, ortib, keragidan ortiq qilib qo'yadi. Bir umr правильно yashaysiz. Mana shundan ancha qutulganman hozir. Va bir hamkasbimiz bo'lardi. Hali ham bor, umri uzoq bo'lsin. Haligi stolini ustidagi daftarini qo'yganda bu liniya bilan bu liniya baravar bo'lish kerak edi. Shu qadar men kuzatardim. Yonboshlab qarardiki, shu qadar perfeksiya, uni hayoti nima ekan deb o'ylardim. Bu bilan yashagan odamlar juda ham qiynaladi. Nimaga bilasizmi? Ular juda katta energiya yo'qotadi. Mana shu melichlarga juda katta energiya ketib qoladi. Uni o'zini ham energiyasi ketyapti-ku. Da, mana shuni qilgani sal не то narsa uni раздражать qiladi. U patologически ko'tara olmaydi. Neakkuratniy odamlarni, neotветственный odamlarni ko'tara olmaydi. Bu har раздражаться qilganda, to'g'rilashga harakat qilganda energiya ketadi. Ikkinchi marta energiya ketishi, u hech qachon qilgan mehnatiga yetarlicha rahmat eshitmaydi. Perfeksionistlarga hech kim rahmat demaydi. Ular двойной energiya yo'qotadi. Bir, ikkinchisida yo'qotadi. Hech kim rahmat demaganda. Ularga juda ham muhim rahmat eshitish. Qarang, psixologiya qanaqa kuchli. Bu fanga ichkariroqqa kirsangiz, haqiqatda haqiqiy psixologni, psixoterapevtni uchratsangiz, rahmat aytish kerak faqat. Chunki har bittasini xuddi bugungi ko'rsatuvdagidek tokchasiga qo'yib, joyiga qo'yib, sizdagi holatni ham aniq, tiniq misollar bilan keltirib beryapti. Ishonchim komil. Ekran qarshisida o'tirganlar orasida ham balki ovoz chiqarib aytgandir, balki ovoz chiqarmasdan
meni aytdi-ya deganlar qancha. Kuchli ayol, xiyonatga uchragan ayol, bularni hammasini hozir gaplashdik. To'g'ri, yarim soatlik dastur ichida nimani gaplashish mumkin? Lekin biz asosiylarini gaplashdik va bunaqa suhbatlarimiz nasib etsa yana ko'p bo'ladi. Yana bugungi mehmonimiz, qahramonimiz, mutaxassisimiz ko'p narsani o'zlarini boshlaridan kechirganlari uchun ham simptomlarini, xuddi kasallik belgisi bo'ladi-yu, shunaqa belgilarni aniq, tiniq punktlarga bo'lib aytib ketyaptilar. Umid opa, katta rahmat. Yarim soatning ichida to'g'riroq men qancha o'zimni tanidim, qancha gaplaringizda va qancha kamchiliklarim borligini ko'rdim. Da, sizga mana aytdingiz-ku, tavsiya bering teletomoshabinlarga deb. Demak, o'tirasiz, sizga, shaxsan sizga ayting, qolganlar eshitaversin. Menga ayting. Da, telefoningizga napominalka qo'yib qo'yishingiz kerak. Birinchi o'rinda kun davomida 4-5 marta prosta o'tirib, tanani tinchlantirish haqida o'ylashingiz kerak. Bizda har doim birlamchi tanadan boshlaymiz. Juda ko'pchilik fikrlardan boshlash kerak deydi, hissiyotlardan. Напряженный stress holatda turgan odam fikrlarni boshqara olmaydi. Qachon fikrlarni boshqarasiz, qachon tahlil qila olasiz o'zingizni, qachon to'g'ri qaror qabul qilasiz? Xotirjam holatda. Tana tarang bo'lganda, tana charchagan bo'lganda, tabiiyki hissiyotlar negativ bo'ladi. Negativ hissiyotlarda esa to'g'ri qaror qabul qilmaydi odam. Emotsiyalar ta'sirida qilingan qarorlar eng noto'g'ri qarorlar. Demak, birinchi qadam tanani tinchlantirishdan. Prosta oyoqlaringizni yerga qo'ydingiz, umurtqani tik qo'ydingiz. Mana umurtqa tiklanganda o'sha avtomatik odam salbiy hissiyotlardan ozod bo'ladi va organizmga serotonin chiqishni boshlaydi. Serotonin bizda baxt gormoni. Umurtqa tiklandi, serotonin chiqishni boshlaydi. Yelkalar orqaga va bo'sh qo'ydingiz. Ko'pincha kuchli ayollarda напряжение bo'ladi, o'zi ham sezmaydi buni. Bo'sh qo'ydingiz, bo'sh qo'ydingiz, yuz mushaklarini bo'sh qo'ydingiz. Nafas olishdan boshlang. Masalan, qanaqa? Tasavvur qiling, qorningizda haligi sharik bor. Bunaqa rezinoviy sharik bor-ku, ushlaymiz. Nafas olganingizda sharikni naduvать qilasiz, shirasiz, ushab turdingiz ovoz bilan до конца sharikni havosini chiqardingiz. Oxirgi Da, yana ushab turdingiz, mana ushab turdingiz, qarang, tana ham shunga moslashdi. Yana ko'tardingiz, yana tanani ushab turdingiz, havoni выдох uzoqroq. Har nafas chiqarganda harakat qilish kerak, tanani tarangligini qo'yib yuborishga. Avval oyoqni, qorinni, yelkalarni, qo'lni 5-6 marta qildingiz, mutlaqo tana bo'shashi kerak. Mushaklar xolos, men hali fikrlar haqida gapirmayapman, shunchaki tanada, mana qarang, diqqatingiz nafasda va tanada. Uje o'zingizdasiz. Bizni diqqatimiz qayerda bo'lsa, biz o'sha yerdamiz. Tushundingizmi? Mani diqqatim qayerda bo'lsa, men hozir o'sha yerdaman. Kun davomida qayerdasiz siz ko'proq o'ylab ko'ring. Qachon o'zingizdasiz? Qachon? Faktichki hech qachon. Tanani bo'sh qo'yish va shu holatda men nima xohlayman? Menga nima kerak? Men nima his qilyapman? Keyingi qadamlarni konsultatsiyalarda qilamiz. Tushunarli. Demak, kunda 2-3 marotaba shuni bajarsak, bir hafta qiling. Bir haftada sizda taranglik yo'qoladi. Xotirjamlik paydo bo'ladi. O'z-o'zidan shoshilmasangiz ham ishlaringiz tartibga tushishni boshlaydi. Kayfiyatingiz ko'tariladi, energiya ko'tariladi. Biz yana eslab qoling. Sizni diqqatingiz qayerda bo'lsa, siz o'sha yerdasiz. Zo'r. Psixolog, psixoterapevt, coach Umida Abdullayeva. Rahmat. Bugun men o'zim uchun yaxshi bilim oldim, manfaatli bilim oldim. Umida Abdullayevaning so'zlaridan yozib qo'ying iloji bo'lsa. O'zingizda o'zingiz jam bo'lib ko'ringchi. O'zgartira olarmikansiz, nimanidir sezarmikansiz? O'zginamdan o'zim o'rgilay deyman-ku men. Zo'r gap. O'zginamdan o'zim o'rgilay. Umida Abdullayeva bo'ldilar studiyamizda. Katta rahmat Umida opa. Sog' bo'ling. Bugungi bilimlar uchun, tavsiyalar uchun, maslahat deyolmayman, bular hammasi tavsiya. Maslahat bersak biz qilishga majbur qilamiz. Yo'q, men hech kimni hech narsaga majburlamayman. Hamma xohlaganday yashashga haqqi bor. Siz xohlagancha baxtli bo'lishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun fikrlaringizni uzoqlarga, haligi sizdan qochib ketgan daydi fikrlaringizni o'zingizga qaytaring. O'zingizda jamlang ana shu fikrlarni, his-tuyg'ularni, xayollarni, mayli jahlingizni ham o'zingizga qaytarib olib keling kerak bo'lsa. Chunki u ham sizning his-tuyg'ungiz. Ana shunda to'la baxtli bo'la olasiz. Qanday?
ya'ni his qila olasizda. Hamma hislaringiz, tuyg'ularingiz, xayolingiz, fikringiz o'zingizda bo'ladigan bo'lsa, nimaga baxtni his qilmaysiz? Chunki borligingizni topib olasiz o'shanda. His qilib qolasiz u borligingizni. Bu o'zimizning gap. Omon bo'ling.